Assalomu alaykum, hurmatli Nuriddin kanali obunachilari va kanal dehqonlari. Haftaning chorshanba kuni Qibrayda joylashgan Sho'ro mol bozori keldi. Bugungi cheslovimiz 22-oktyabr, hurmatli obunachilar. Shu bozor sizlarga arzoni qilib beraman. Ekran nazorlashib turinglar. Mana ikkitamiz 42,5 million so'mga baraka bo'ldi, hurmatli obunachilar, ikkitasi. Janob molni sifatiga e'tibor berib qo'yasiz. 42,5 million so'mga. Bozoringizni bersa aka, mana buni qarang, jonivor Angus bo'lsa Angusda. Nesh pul aka, bunga assalomu alaykum. 30 bozor qancha qildi aka? Mana jonivor. Narxiga 30 million so'm pul so'rab turishgan ekan, hurmatli obunachilar. 30 million so'm. Bozor hali narx qimmat to'g'ri. Mana 40,5 ketdi yog'iga. Yetelashga. Mana buni qarang jonivor. Nima bo'ldi aka bu? Baraka bo'ldimi? Nesh pul so'rayapsiz? 27 bozor bir nima qildimi aka? Hal qilmadimi? O'zlari 27 million so'm narx so'rayotgan ekanlar shunga. Jonivor galishdimi deysiz? Bu ham armatura bo'yapti. Qani, bu odamni aylanamiz endi. Tog'a, assalomu alaykum. Nesh pul ekan bunga? 25 tami. Bozor qancha qildi tog'a? 23 ta oshiqroq qoldi. To'xta, 23 million so'm tepasiga bozor narx so'ragan. So'dan kutishlar. Mana bu yoqda Greyfordni qilib qo'yapti. Qani? Mana mana Greyforddan haydab ketgan odamlarda mashina bo'lib qoladi, juda ko'p bo'ladi. Video davomida shularning sizlarga nomerlarini olib berib, ma'lumotini beramiz. Mana. Ularni hozir borib, qo'rida ham mollar yo'q. Hozir obzor qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Qancha ekan aka? Assalomu alaykum. Bozor qancha qilyapti? 21. Voy jonivor, 21 million so'mga, qani? Mana mashina bermabdilar jonivor. 21 million so'mga, hurmatli obunachilar. Janovorcha boshqacha narsa ekan bu ham. Mana yo'lda qorasi bor ekan bu. So'da ham ketdi. Qancha so'rasa aka, assalomu alaykum. Qanaqa so'rsaga? 24 so'rayman. Tog'am qancha qo'yibdilar? 20 bilan 600 ming. Voy jonivor, 24 million so'm narx so'rayotgan ekanlar. Mana shu tog'am 20 million 600 ming so'm narx qo'ygan ekanlar mana shu buqaga. Jonivor juda zo'r narsa ekan bu ham. Mana orqa ham bigizmasda, hurmatli obunachilar. 20 million 600 ga shuni bermay turgan ekanlar. Men ham bermagan bo'lardim bunaqa narxga. Qani? Nesh pul ekan bu sarg'imiz ekan? 30 bozor qancha qildi aka? 27. Bu jonivor jaydar emas o. 30 million so'm kami bor deyaptilar, bozor 27 million so'm narx. Siz janovorga ham chiroyli narsa ekan. Men zoti bor-da, hurmatli obunachilar, buni zoti. Bir limuzinga tortib ketib qolagan. Va ikkala qarang jonivor. Nesh pul aka bunga assalomu alaykum. Bozor qancha qildi aka? 24. Mana yemlashga mashina qilib qolgan, juda zo'r yana. Bo'lmaslari baland, olib borib yemlashsiz bo'ladi. 24 ga shuni berishmabdi. Simental. Olalardan ko'ringlar. Nesh pul aka bunga? Assalomu alaykum. So'zsaki qanaqa? Tanjoniston? 21 bozor qancha qilyapti aka? Voy jonivor. Bozor 18,5 million so'm narxda, hurmatli obunachilar, mashina 18,5 berishmabdi. Hurmatli obunachilar, bozori bizni kirib kelgan buqalar narxlariga 32 million so'mdan kami bor deyaptilar, qaranglar. 32 million so'mdan. Mana bu ikkinchisi. Mana uchinchisi. Endi kirgan hali bozor narx qilishga ham uspet qilmadi. Hozir shuni maydalari bor, ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, yo'lda 32 milliondan ko'rsatgan buqamizlar, maydarolari sizlarga. 22 million so'mdan bir joyda deb narx etishdi. Nima ishlaydi? Anaqa oqboshi ham bor, Greyford ham bor, fermada Simentali ham bor, deb ham bir dona bor ekan. 22 million so'mdan. Aka buni nima qilaman, yo'qmi? Hali bozor narx qilmabdi, lekin 22 dan o'zligisi pul so'rab turishdi, hurmatli obunachilar. Shunaqa bizorlik kerak bo'lsa, telefon nomerlarini olib beraman. Fermada rosa ko'p deyaptilar. 94lik 698 30 30
buni. Bemalol telefon qilib savdolashaverasizlar. 22 degani bilan etilgan narsa sotilmaydi. Xayri bo'ladi hamma narsa. Besh bularga assalomu alaykum. Ish so'rab? Bozor qancha qilyapti aka? Janolar sifatiga e'tibor beringlar, hurmatli obunachilar. 25 million so'm narx so'rayotgan ekanlar. 22 million so'm bozor narxida mana shuni bermoqdilar. 22 ga. Yo'da mana Rustam aka olib boryaptilar. Beladan, yo'dan, bu yoqdan. Qancha beradi? Bu odam Rustam aka qancha bering? 20 million kami bor. Pastiga bo'ladimi? 20 million kami bor. 17 18 bo'ldi. 18 o'zi berib yuboramiz. Shuni 18. Cheriginichi? 17 kami bor. 17 million so'm kami bor. 15 yarim qotdi bular. Janob ovqat talashib shoxini sindirgan mol mana bo'ladi. 15 yarim qotdi. 16 o'zi berib yuboramiz. Qarayapti, mol orqasidan ko'ring. Egasini ham olganmi? Chiroyli bozor. Chiroyli bozor ham olsinlar. Mana bunisi lekin boshqacha ekan, hurmatli obunachilar. Janob to'qal ekan bor-ku. Kalalarni qara, kallahu. Rustam aka, Kalalarni qara, birata kallahu bor mana. Ko'chatdi hali. Shunaqa mayda buzoq deysizmi? Katta buqalar kerak bo'lsa, nomerlarni olib beraman. Necha nomer qoldi? 93lik. 195 195 61 91. 61 91. Kerak qilishlar bor. Yengillik kutinglar, hali bizamiz deydi. Qanchaga ketdi? 200 ming so'm kam 27. Qaysi biri? Mana buni Greyfordimiz ham? 200 ming so'm kam 27 million so'mga ketdi mana. Hurmatli obunachilar, mana aka sotdilar. Mana avlikolni ish bilyapti. Ha, bo'ldi. Egasi boshqa ekan, hurmatli obunachilar. Nima qilamiz? Bosib o'ramiz ham bo'lsa? Nomerlarni olishimiz. 99 855 36 96. Olamiz ham? Любой. Bo'ldi. Olamiz zotlar, holini sotamiz zotlar. Mol kerak bo'lsa telefon qurasizlar. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Avlikollar narxiga 30 million so'mdan pul so'rab olgan ekanlar. Bozor 29 ga 28 ga berishmoqda. O'zlari 30 million so'mdan pul so'rab turibdilar. Voy mana jonivorga qarang. Narxiga ne ish bilan aka buni? 26 so'rayapsa kami bor. Yo'q, yo'lida xuddi shunday mol tepada 30 dan ushab turishdi. 26 million so'm o'shanda ham kami bor. Bozor qancha qilyapti buningizda? 23,5 million so'mga hurmatli obunachilar mana mashina bermoqdilar. Yemlashga tayyor variant janob. Mo'yvaslari baland, mol kalta narsa emas. Hali soch bizmagan. Voy janob, hali tish ham bizmagan ekan, chaqaloqqina turibdi. Dalada yurgan, yaxshi. Nechini sotamiz buni? 25 tanesini o'tib beramiz. O'qdi mana 25 milliondan sila beraman dedilar. Shuni o'zimi yo yana bormi? Qora ham bor. Narxi nechmi buni? 19 so'm. Bozor nima qilyapti tog'im bu? 16,5. Bozor mana buni 16,5 million so'm narx qo'ygan ekan. Men sizga nomerlarni olib beraman, lekin men mol sifat ekan buni hech ko'rsatganim. Nomerlarni olib beraman, telefon qilib savdolashaverasizlar. Mana xuddi mana shunaqa mayda buzoq deysizmi, katta buqa deysizmi? Bularda seroq. Necha nomer qo'yamiz aka? 97lik. 97lik. 718 718 14 47. 14 47. Jonivor zo'r narsa ekan lekin. Hurmatli obunachilar, mana qaranglar jonivor. Buqachaga e'tibor berib qo'yasizlar, buqachaga. Orqa stoykasi mana. Narxiga 18 million so'm kami bor. Bozor qancha qildi? Necha kilo sotamiz mayli mana. Ustiga chiqadigan joyi bor. Telefon nomeri 94lik 652 52 09. Bashtaqa buzoqlik kerak bo'lsa, mana mana shu okanda juda ko'p telefon qo'rasizlar, hurmatli obunachilar. Juda chiroyli narsa ekan janob, stoykalar ham yaxshi.
17 milliondan. Bozor qancha qildi aka? 14 milliondan bozor narxiga o'zlari 17 million so'mdan pul so'rab turibdilar. Hurmatli obunachilar, mana qarang. Qoqma narsalar janob. Juda chiroyli narsa ekan lekin. 14 dan mashinani bermabdilar. Hurmatli obunachilar, qarang. 200 ming so'm kam 17 ga baraka yo'qdi mana mana. 200 ming so'm kam 17 ga. Orqa stoykasi. Hurmatli obunachilar, qarang. 21 million so'mga mana mana shu buqacha baraka bo'ldi. 21 million so'mga. Hurmatli obunachilar, qaranglar. G'onajinaga 9 million so'mga baraka yo'qdi. 9 million so'mga g'onajincha. Ama kallani qarang, janmor, janu anaqasi yo'q-da. Xicham kalla deydi. 18 million so'mdan pul so'rab olgan ekanlar. Hurmatli obunachilar, mana shunday 18 million so'mdan ikkalasi ham buqacha. Ma'mulasacha boshqacha narsa ekan. O'zim ishqiboz bo'ldim mashinaga. Aka, mashinangizni qancha qilyapti bozor? 16-15, maksimum 16 million so'm bozor narxiga, lekin mol sifat. Yetganiga olsam arziydi deydi. Orqani qarang, jaror. Qalatdan to'rt burchi. Ma'mulingizni qancha qildi aka bozor? Ma'mulingizni 14. Buni 14 million so'm narxi. Aka bulardan bormi yana? Mamlakatlardan topsa bo'ladimi? Men o'zim ishqiboz bo'ldim aka. Ayting, necha nomer qo'yamiz? 95li 132 00 09. Hurmatli obunachilar, qaraymiz ana. Ikkalasini 32 million so'm narx so'rayaptilar. Bozor qancha qildi aka o'zi? Ha, bozor qildimi uni? Uzr, adashib ketdim. 32 million so'm bozor narxi so'rab. Endi ustiga chiqib so'rasa sotaman deyaptilar. Mollarga o'zingizga e'tibor berib qo'yinglar. Bizlik 99li 749 59 749 32 million so'm bozor so'rab turgan ekan mashinani. Endi ustiga chiqib so'rasa sotamiz deyaptilar. O'tiringlar. Hurmatli obunachilar, Greenford ana qaranglar. 26 million so'mdan mana mashinaga pul so'rab olgan ekanlar jonivorlarga. 24 million so'mdan hammasini bir joyga 3, 4, 5, 6 tasini bir joyga bozor narxiga berishlar. 24 dan. Jonivorlarni qaranglar, jonivor. O'zlari 26 dan pul so'rab oldilar. Telefon nomerlarini olib beraman. Qiziq bo'lsa telefon so'zlashaverasizlar. Necha nomer qo'yamiz aka? 97li 159 53 30. Telefon qilib so'zlashaverasizlar bemalol. Jonivor qarang, ne ish bilan aka? Assalomu alaykum. G'onajimi deyman? G'onaji, hurmatli obunachilar, 17 million so'm narx so'rayaptilar mana shu. Bozor qancha qilyapti aka? 13 million 700 ming so'm bozor narxi qildi, mana chiroyligini berishmadi. 13 million 700. Bu qanaqa zot bu aka? Jaydarimi? Limuzinmi? Voy jonivor, limuzin ekan hurmatli obunachilar, g'onajilar. Bundan bormi aka? Onasi bor. Onasi sotiladi. Mana shunaqa maydalari bormi, demoqchiman? Bor, buqacha bor. Voy jonivor, nur ustiga alonur deydi-yu. Mashina buqachasi bor ekan, hurmatli obunachilar. Telefon nomerlarini olib beraman, sizlar telefon qilib bitta so'zlashib ko'ringlar. Mol sifatli ekan, toza to'qolmadi. Shoh-poq kuydirilmagan jonivor. Aka, necha nomer qo'yamiz? 90li 90li 135 135 80 20. 80 20. Mashina buqachasi kerak bo'lsa, telefon qilib so'zlashaverasizlar. Hurmatli obunachilar, qaranglar, g'onajini 18 million so'm narx so'rayotgan ekanlar. Bozor 14 million so'm qilib berishmadi mashina. 14 ga. Qani tarixga muhrlanadigan mol qaysi biri ekan? Nech pul ekan? Assalomu alaykum. Nech pul aka narxi? Narxi mayli, narxi. Bozor nima qilyapti aka? 28 million so'm pul so'rashayotgan ekan, 23 bozor qilib hurmatli obunachilar berishmadi. 23 ga g'onaji mana sizlarga. Hurmatli obunachilar qarang. 12 million so'm pul so'rayotgan ekan mana sizlarga. G'onaji sizlarga. Bozor patali 11,5 qildi. 11,5 million so'm narx qilishdi, endi u mashina berishmadi g'onajini. Juda chiroyli narsa ekan lekin.
Bundan bormi aka? Shuni o'zi, janob, dehqonchilik ham hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, qo'nachilarni qaranglar. 13 dan so'raydi. Narxlariga 13 million so'mdan mana shularga pul so'rayaptilar. 9 million 200 ming so'mdan bozor narxi qilgan berishmoqda. 9 million 200 dan mana shularni beryaptilar, hurmatli obunachilar. 10 ajinlar. Hurmatli obunachilar, to'ylarni qarang. Chorshanba kuni ham to'y tushiradi va bozor mol tanlamaydi deydi-yu. Xo'p. 14, 13, 18. Yoshlar necha yashar bularni? Ikkitasini, mana bunisichi? Buni yoshi to'liq 1 yosh, mana bular endi birga to'lib kelayotgan ekan, hurmatli obunachilar. Bozor nima qilyapti aka bularni? Bozor mana 12,5 million, aka 10,5 million. 12,5, 10,5 mana bunichi. Mana 15 million so'm qilishdi, janob. Mana buni boshqacha ekan. Telefon nomerlarini olib beraman. Bitta telefon so'zlashib ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolisi yengil qilib beradilar. Aka, bularni endi nechta endi bo'lishi? Bu ishni ham ikkalasi 24 ga beramiz. Ikkalasini 24 ga. Mana bunisinichi? 16,5. Ana unisini 16,5 million so'm bo'lsa beraman dedilar. Necha nomer qo'yamiz? 88. 88lik. 679 99 79. Toy kerak bo'lsa bemalol telefon qilib so'zlashaverasizlar, hurmatli obunachilar. Juda chiroyli narsalar ekanligi.